To'rtinchi mavzuga kelganmiz. To'rtinchi mavzu, 4-etaj, 2 xonalik 57 metr kvadrat. Mana kirishimiz. Bu yerda xohlasalaring ertaga kirishni maqsadlaring qilasizlar o'zlaring. Bu tomonda ham kirib yashsa bo'ladi. Xolosdan yana o'zlaringiz remont qilib olasiz. Mana bu ikkinchi xonasi. Mana oynalari eski. Buni olib tashlash kerak. Biz yaltirib turib bo'yab qo'ygan. Yaqinda asfalt qilib kosmetika qilib remont qilib qo'ygan. Bu eshiklar ham eski. Tualetni o'zgartirasizlar, motor ishlamaydi. Mana. Rosta kelib turib, naumiga yashab tursa bo'ladi. Endi yo'ldan ko'ra bordik. Mana bu kuxnyasi. Mana endi bular balkoni uzki. 1,5 metr bo'ladi, 6 metrga. Narxi 28500. Egasi 50 so'm, 100 so'm o'taman deyapti. Endi dollarda o'tadimi, so'mda o'tadimi, aristoni bor. O'zlaring gaplashaversa, qanaqa valyutada narxni kelishtirib berishim. Xullas shunaqa gap, aloqaga chiqasizlar. O'z nomerimni qoldiraman.